Bana qara. Sen shu yerda ishlaysanmi? Bu joy sotilayotgan ekan. Xo'jayining kim o'zi? Aka xo'jayini ichkaridalar. Bemalol kiravering. Ko'rib turgansizda tayyor yurib turgan joy. Ma'lum sabablarga ko'ra chet elga ketayotini. Shuning uchun sotyapman, aka. Joyingiz menga juda ham yoqdi. Davay, narxini kelishaylik. Aka hozir 1 minut. Adamlar kelib qoldilar. Bana qara. Meni vaqtim yo'q. Keyin so kelishaylik. Yo'qmasam o'zing bilasan. Aka, men bor uzr. Ada, assalomu alaykum. Nima turibsiz bu yerda? Kiravermaysizmi? O'g'lim, ertalab turgunimcha ishga vaqtli ketib qolsan. Bugun gapimiydi. 1 so'm puling yo'qmi? Nima deganingiz? Qizuvmisiz? Sizni duolaringiz bilan ko'karib yuribman-ku. Borim sizniki. Yetadimi shu? Voy o'g'lim, boringga shukr. Bu yerda juda ko'p-ku, menga mana buni o'zi yetadi. Ada, buni gapga ishlatasiz. Qolgani yoningizda tursin. Sizni yaxshi ko'raman. Mantabang ulug' bo'lsin. Qani ilohomiy, chet elda boshlagan ishlaringni rivojini bersin. Allohu akbar. Yaxshi ishlagin. Bo'pti, ada, yaxshi yetib oling. Aka, siz hali ham shu yerdamisiz? Boyga vajohatingizni ko'rib, ketib qoldingiz deb o'ylanman. Do'stim, boya otangizga qotgan muomalangizni ko'rib, to'g'risi juda ta'sirlandim. Otasi yo'qotganlar biladi. Shu bagus restoraningizni menga soting. Aka qarang, ota kelganda rizq ham kutib turar ekan. Mayli baraka, sizga sotdim. Rahmat.